Assalomu alaykum. Bugun sizlarga o'choqli alopetsiyani tangacha yoki o'chali soch to'kilishi haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Bunaqa tangachali soch to'kilishining asosiy sabablari gormonal o'zgarishlar, ya'ni qalqonsimon bez o'zida va gormonlardagi o'zgarish, jigardagi o'zgarishlar, oshqozoncha yo'lidagi o'zgarishlar va turli infeksiyalar hisobiga bo'lishi mumkin. Buni davolashda asosan o'sha mahalliy immunitetni yaxshilash uchun mezopreparatlar qilinadi. Ko'pchilik chestnok yoki qalampir surishadi. Bu ham to'g'ri muolaja, lekin buni suradigan davrlari bor. Agar kimdadir o'sha to'kilayotgan payt suradigan bo'lsa, battar kuchaytirishi yoki soch ildizchalarni ta'sirlab, kuydirib, o'sha quritib yuborishi mumkin. Shuning uchun o'sha bilib, qaysi davrda surish kerak, qachon surish kerak, albatta vrach bilan maslahatlashib qolgan yaxshiroq. Hozir ozgina albatta muolajani ko'rishingiz mumkin. Biroz og'riqli, lekin chidasa bo'ladi. Muolajani boshladik. Ozgina ko'rlikni sezasiz. Muolaja 20 kun bir arasida bir marta bajariladi. O'rtacha 3-4 oygacha muolaja qilish mumkin. Muolaja 20 kun bir arasida bir marta bajariladi. O'rtacha 3-4 oygacha muolaja qilish mumkin. Albatta kasallik ketishiga qarab. Albatta bu muolaja bilan birgalikda